Assalomu alaykum. Nima gap bo'libdi? Bo'lsa xalqqa bo'lsin deb boku. Qaro Gentra keldi Zo'yra avtoga. Nima deyapti? Gentrani qiziqotgan like papsga tembel eng qizig'ini aytay sizlarga. Qaro Gentrani qiziqotgan like papsga ayamasdan bitta bosinglar, faqat sizlar uchun. Bizda adres Behi Urgu Darusdan kirib kelsa 500 metr yurganlar. Behi mana. 3 ta bir market diagnostika Valensiya. Reparasiya kelaversa kimga qanaqa mashina kerak bo'lsa, faqat sizlar uchun ko'p. Zo'yra avto faqat sizlar uchun mashina qilgan. Balon qismiga kelayotgan bo'lsa, balonchalar pachka holatga, salon qismiga kelayotgan bo'lsa, mana katta bo'ladi mashinasi ham ketib borib o'tdik. Mashinamizning bir o'tib so'yiz kraskasi bor. Kelib, tekshirib, keyin pulni sanaydi. Mashinamiz propan gazga faqat bo'lsin, xalqqa bo'lsin deb boku. Nima deyapti? Shu mashincha o'zimga o'xshab turibdi, qap-qora buni. Nima deyapti? Faqat sizlar uchun qo'yaman buni. Nech pul qo'yay? 2019-yil Qaro Gentrani qiziqotganlar. Mana Qaro Gentra minayotgan payt keldimi deyman. Buning narxini $8050. Yana savdosi bu. Bosinglar like papsga ayamas.